Odatda shifokor og'zidan operatsiya degan so'z chiqishi bilan barcha bemorlar bir seskanib qo'rqib ketadi. Miyaga ming xil xayollar kelishni boshlaydi. Katta yaralar, katta shramlar, yaralarning bitmay qolishi, qarindoshlardan eshitgan yoki tarixiy kinolarda ko'rgan operatsiyalarning qo'rqinchli sahnalari ko'z oldiga keladi. Jarrohliklar ming yillardan beri qilinib keladi va har doim o'ziga yarasha xavfga ega bo'lgan. Ammo so'nggi 100 yillikda jarrohliklar borgan sari takomillashib bormoqda. Avval og'riqni kamaytiruvchi anestetiklar, infeksiyalarni oldini oladigan antiseptiklar va antibiotiklar o'ylab topildi. Keyin esa jarrohlikdagi yaralar ham sekin-asta noziklashib, hozir 2-3 kichkina teshik orqali laparoskopik jarrohliklar ham odatiy holga aylanib bo'ldi. Va texnika mo'jizasini qarangki, hozirda hatto robotlar ham operatsiyada qatnashmoqda. Voy, tinchimagan odamlar, ey! Nimalarni o'ylab chiqarishadi-ya? Bunday robotlarni uzoqlardagi Yaponiya, AQSh kabi davlatlarda emas, allaqachon o'zimizning O'zbekistonda ham uchratish mumkin. Robotik jarrohlik tibbiyotdagi eng yangi zamonaviy yo'nalishlardan biri bo'lib, aslida bu termin o'rniga robot yordamidagi jarrohlik yoki robot vositasidagi jarrohlik degan so'z to'g'riroq bo'lardi. Chunki xavotir olmang, hozircha shifokorlar sizning sog'lig'ingizni butunlay robotlarga yoki sun'iy intellektga topshirib qo'ygani yo'q. Robotik jarrohlikda ham asosiy vazifani haqiqiy odam, ya'ni tajribali jarroh bajaradi. Ammo endi uning ish quroli skalpel va qaychilar emas, mana shunday katta ko'p qo'llarga ega bo'lgan robot bo'ladi. Robotning har bir qo'lida maxsus vazifa bajaruvchi moslamalar, kameralar, lazerlar va jarrohlik instrumentlari o'rnatilgan bo'ladi. Jarroh avval bemor tanasida bir nechta kichik yoriqlar hosil qiladi. Keyin esa yordamchilari yoki operatsiya hamshiralari ushbu teshiklar ichiga robot qo'llarini va kameralarni o'rnatib chiqishadi. Bu jarayon xuddi laparoskopik operatsiya kabi kechadi. Jarayonning eng qiziq qismi esa jarrohning maxsus ish stoli, ya'ni kontroller kompyuterida kechadi. Jarroh qo'llarini maxsus joystiklarga ulaydi. Ular haqiqatdan ham PlayStation'dagi joystiklar bilan bir xil vazifani bajaradi. Ya'ni jarrohning qo'l harakatlarini maxsus signallar ko'rinishida kompyuterga uzatadi. Kompyuter esa bu harakatlarni robot qo'llariga yuboradi. Bu murakkab jarayon soniyaning o'lishlarida ko'z ilg'amas darajada tez sodir bo'ladi va jarroh robot qo'llarini xuddi o'z qo'llarini boshqargandek boshqara oladi. Ya'ni endi jarrohda atigi ikkita emas, bir nechta baquvvat va nozik, umuman titramaydigan robotik qo'llar bo'ladi. Bu jarrohga bir qancha qulayliklar beradi. Jarroh endi o'z qo'li sig'magan tananing kichik joylarida ishlashi mumkin. Qo'l qaltirashi kamroq xalaqit beradi. Yuqori tiniqlikdagi 3D tasvir to'g'ridan-to'g'ri ko'z oldida va tasvirni yanada kattalashtirish imkoniyati bo'ladi. Bu juda kichik tomirlar va nerv tolalari ustida ishlash uchun mikroskopik aniqlik beradi. Robot jarrohlarning salbiy jihatlariga keladigan bo'lsak, ular hozircha juda qimmat va har qanday texnikada bo'lgani kabi juda kamdan kam bo'lsa ham nosozliklar bo'lib turishi mumkin. Masalan, robot jarrohlar orasida eng mashhuri sanaladigan Da Vinci roboti $500 ming dan $2,5 million gacha turishi mumkin. Bundan tashqari, robotni o'rnatish, qo'shimcha jihozlar sotib olish va jarrohlarning malakasini oshirish uchun ham mablag'lar ketishi mumkin. Ammo shunga qaramay, yurtimizning ba'zi klinikalarida ular allaqachon o'rnatib bo'lingan va robot jarrohlik qilinadigan shifoxonalar soni sekin-asta oshib bormoqda. Operatsiyalar haligacha ham juda hayajonli va qo'rqinchli amaliyot va o'ziga yarasha xavflari ham bor. Ammo texnologiya va shifokorlarning ko'nikmalari rivojlangani sari sekin-asta hatto operatsiyalar ham xavfsiz, og'riqsiz va jarrohlikdan so'ng tiklanish osonlashib bormoqda. Siz bilan CU Med 36 jamoasi bo'ldi. Keyingi ko'rsatuvlargacha salomat bo'ling.